Assalomu alaykum. Men Adhamjon Yusufjonov. Bugun sizlar bilan kombinatorika elementlarni qisqacha takrorlab olamiz. Xo'p, kombinatorika elementlarni tushunish qulay bo'lishi uchun kelinglar uni ikki guruhga bo'lib olamiz. Takroriy va takrorsiz kombinatsiyalashga. Xo'p, takroriy va takrorsiz kombinatsiyalash o'zi nima va qanday farqlanadi? Demak, hosil qilingan kombinatsiyada bitta elementdan qayta foydalanish imkoniga ega bo'lsak, bu takroriy degani. Hosil qilinayotgan kombinatsiyada bitta elementdan qayta foydalanish imkoniga ega bo'lmasak nima bo'lar ekan? Bu takrorsiz kombinatsiyalash bo'lar ekan. Xo'p, takroriy va takrorsiz kombinatsiyalarni qayerdan anglab olamiz? Odatda kamdan kam holatlarda masala shartida alohida yozib qo'yiladi. Elementlardan qayta foydalanish imkoniga ega, elementlardan qayta foydalanish imkoniga ega emas. Bu degani bu qayta foydalanish imkoniga ega bo'lsangiz takror sxemaga qo'yishingiz mumkin degani, qayta foydalanish imkoniga ega bo'lmasangiz takrorsiz sxema degani. Demak, aksariyat holatlarda, ko'p holatlarda bu narsa yoritib qo'yilmaydi. Buni esa faqatgina masala mazmundan tushunishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni qanaqa qilib? Ya'ni aytishimiz mumkinki, xo'p, misol tushuntiradigan bo'lsam, xo'p, guruhda 10 ta talaba bor. 10 ta talabadan 2 ta talabani navbatchilikka nima qilyapmiz? Tayyorlayapmiz. Bilamizki, Anvar ismli talaba bu yagona shaxs bo'lgani uchun Anvar ismli talabani tanladimmi, ikkinchi marta uni tanlay olmayman. Demak, bu yagona kombinatsiyada amalga oshadi xolos. Bu degani qayta foydalanish imkoniga ega emasligim. Bu nima degani? Takrorsiz sxema degani. Ana endi takroriy sxemaga misol keltiradigan bo'lsam, ikki xonali sonlar. Ikki xonali sonlar soni nechta degan savol qo'yiladigan bo'lsa, diqqat qilamiz. Ikki xonali sonlar ichida 22, 33, 44, 55 va hokazo ikkita raqamga ham bir xil bo'lgan sonlar bor. Ya'ni ikki raqamdan qayta foydalanganmi? Bu yangi kombinatsiya hosil qilingan, qayta foydalanib hosil qilish mumkin. Aynan shuning uchun ham bu nima bo'lar ekan? Takroriy sxema bo'lar ekan. Demak, kombinatsiya tarkibida elementdan qayta foydalanish imkoniga ega bo'lsa, takroriy, aks holda esa takrorsiz sxema. Xo'p, qulaylik bo'lishi uchun birinchi takrorsiz sxemani alohida ko'rib chiqamiz va keyin takroriy sxemani alohida ko'rib chiqamiz. Xo'p, takroriy sxema auditorimizda yoshlar ham borligi uchun, demak, mana yoshdagi o'quvchilar bo'lganligi uchun takrorsiz sxemani, demak, yanada tushunarli bo'lishi uchun to'rtga bo'lib tushuntiraman. Demak, takrorsiz sxemani to'rtga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi guruhlash. Ikkinchisi o'rinlashtirish. Uchinchisi o'rin almashtirish. Va to'rtinchisi takrorlanishli o'rin almashtirish. Xo'p, demak, diqqat qaratamiz. To'rtga bo'ldik. Guruhlash, o'rinlashtirish, o'rin almashtirish, takrorlanishli o'rin almashtirish. Xo'p, guruh so'ziga e'tibor bergan bo'lsak, bilamizki, guruhdagi talabalarning o'rni o'zgarishi bu yangi kombinatsiya hosil qilmaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, guruhlashda kombinatsiya elementlarining o'rni o'zgarishi yangi kombinatsiya hosil qilmaydi. Demak, kombinatsiya, AB kombinatsiya olgan bo'lsak, bu kombinatsiyalarning o'rni o'zgarishi, demak, AB bilan BA o'rni o'zgardi. Yangi kombinatsiya hosil qilmasa, demak, bu kombinatsiya bir-biriga teng bo'lsa, nima deyamiz buni? Guruhlash. Shu shart bajarilmasa, demak, AB, BA o'rni o'zgarishi yangi kombinatsiya hosil qilsa, ya'ni bu ikkitasi bir-biriga teng bo'lmasa, bu nima deyilar ekan? O'rinlashtirish deyilar ekan. Endi o'rin almashtirish va takrorlanishli o'rin almashtirish nima degani? Bularning hammasi, demak, mana ikkinchi qismimizning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Uni quyidagicha tushuntirishim mumkin. Xo'p, qaranglar. O'rin almashtirishda, demak, kombinatsiyadagi hamma element nima qilar ekan? Qatnashar ekan. Demak, o'rin almashtirishda kombinatsiyadagi hamma element nima qilar ekan? Bir vaqtda har bir kombinatsiyada ishtirok etar ekan. Aynan shuning uchun ham bu nima deyiladi? O'rin almashtirish. Demak, shunchaki o'rnini almashtirish, yangi element qo'shmayapmiz, olmaymiz, o'rnini almashtiramiz, qolamiz boricha. Misol uchun A, B, C elementdan, 3 ta elementdan o'rin almashtirishni hosil qiladigan bo'lsak, A, B, C, demak, bunda 2 talik yoki 3 talik emas ekanmiz, 3 ta belgilamiz, demak, 3 talik hosil qilamiz. A, C, B, I va hokazo. E'tibor beringlar, hammasi qatnashyapti. Ichidan 2 ta yoki bittasini olamiz ekanmiz. Ana endi takrorlanishli o'rin almashtirish degani, bunda ham hammasi qatnashar ekan. Faqat bundan farqi, bu yerda e'tibor beringlar, A elementimiz, B elementimiz, C elementimiz yagonadan edi. Bunda qaysidir bittasi yoki hammasi bittadan bo'lishi mumkin, ortiq, ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, A dan 2 ta, B, C. Ushbu holatda hosil elementlar berilgan bo'lsa, takrorlanishli o'rin almashtirish hosil qiladigan bo'lsak, demak, A, B, C,
A, C yu B, I va hokazo. Mana tartibda hosil qilishimiz mumkin. Xo'p, e'tibor qaratinglar. Xo'p, hamma element qatnashyapti va uni o'zgarishi bilan yangi kombinatsiya hosil bo'lyapti. Demak, xuddi shu holatdagi kombinatsiyalarni hosil qilish, takrorlanishlik o'rnini almashtirish, bu holatda hosil qilish o'rnini almashtirish, bu holatda bo'ladigan bo'lsa o'rnlashtirish, bu holatda bo'lsa nima bo'lar ekanmiz? Guruhlashtirar ekanmiz. Xo'p, yaxshi. Bularni tushunib olgan bo'lsak, ana endi bularni formulalariga to'xtalib o'tamiz. Guruhlash formulasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak S orqali belgilaymiz. N elementdan n tasini guruhlayapman degani, demak bu m faktorial taqsim n faktorial ko'paytma m minus n faktorial bo'lar ekan. Misol keltiradigan bo'lsak, deylik 10 ta talabadan, boyagi misolimiz ikkita talabani nima qilyapmiz? Navbatchilikka tayyorlaymiz. Necha xil usulda tayyorlash mumkin? 10 ta talabadan ikkita navbatchilikka, bilamizki navbatchilik turgan talabalarni, masalan, Anvar bilan Vali navbatchilik turibdi bugun. Uni almashtirib yangi navbatchilik hosil qila olmaymiz. Yangi narsa hosil bo'lmaganligi uchun bu guruhlash bo'ladi. 10 ta talabadan ikkita guruh hosil qilish, demak bu 10 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytma ayirmasi 8 faktorial, qisqartirib yuborsak 9 ko'paygan 10, bu bilan buni qisqartirib olsak 5 barobar 45 ta. Demak, 45 xil usulda navbatchilikka tayyorlash mumkin ekan 10 ta talabadan ikkitasini. Xo'p, endi o'rlashtirishga to'xtaladigan bo'lsak, formulasi demak m elementdan n tasini o'rlashtiryapman degani, bu m faktorial taqsim m minus n faktorial. E'tibor qaratadigan bo'lsak, guruhlash formulasidan bittagina n ga farq qilyapti. Xo'p, misol keltiradigan bo'lsak, xuddi shu misolni davom ettiramiz. Demak, 10 ta talabadan ikkitasini faqat endi birinchi talabani starsa, ikkinchisi yordam starsa sifatida tanlab olyapmiz. Bitta narsaga e'tibor beringlar, starsa va yordam starsani o'rni o'zgarishi bu yangi kombinatsiya degani. Kimdir lavozimi o'zgaryapti bu yerda. Aynan shuning uchun ham bu guruhlash emas, endi o'rlashtirish bo'ladi. O'rni o'zgarish bilan kombinatsiya yangilanadi. Demak, 10 tadan markar almashtirib olamiz. 10 ta talabadan ikkita qilib, demak, o'rlashtirish asosida guruh hosil qiladigan bo'lsam, demak bu 10 faktorial taqsim 8 faktorial, qisqartirsak 9 ko'paygan 10 barobar 90 ta. Demak, 10 ta talabadan ikkitasini tanlab oladigan bo'lsam, starsa va yordam starsa sifatida 90 xil usulda men ularni tayyorlashim mumkin ekan. Endi keyingisi o'rni almashtirishga to'xtaladigan bo'lsak, o'rni almashtirish formulasi P m orqali belgilaymiz. Bu m faktorialga teng bo'ladi. Misol uchun, dushanba kunlik darsda, hop, algebra, deylik, ona tili va tarix darslari bo'lsin. Shu 3 para darsni necha xil usulda rasmsanaga joylashtirish masalasi savol qo'yildi. Necha xil usulda joylashtirish mumkin 3 para darsni? E'tibor qaratgan bo'lsak, darsning o'rni o'zgarishi yangi rasmlarni hosil qiladi va hammasi qatnashgani uchun bu o'rni almashtirishga to'g'ri keladi. Demak, P 3 barobar 3 faktorial barobar 6. Demak, dushanba kunlik rasmlar uchun 6 xil rasmlarni tayyorlash mumkin ekan 3 ta dars asosida. Xo'p, endi keyingisi takrorlanishli o'rni almashtirishga to'xtalamiz. Xo'p, takrorlanishli o'rni almashtirish misol keltiramiz. Birinchi formulasini ko'rib chiqaylik. Deylik, demak, A1 elementdan M1 dona, A2 elementdan M2 dona va hokazo AK elementdan MK dona ishtirok etsin. Mavjud bo'lsin, ishtirok etsin. Shulardan, demak, takrorlanishli o'rni almashtirish hosil qiladigan bo'lsak, u quyidagicha bo'ladi. Formulasi demak P M1 M2 va hokazo MK barobar M1 plus M2 plus va hokazo plus MK faktorial taqsim M1 faktorial ko'paytma M2 faktorial ko'paytma va hokazo MK faktorial. Xo'p, e'tibor qaratadigan bo'lsak, xo'p, bu formulasi deyarli bir xil narsa. E'tibor bering, barcha elementlar sonicha faktorial, bu ham xuddi shunday, barcha elementlar sonicha faktorial. Faqat bu yerda bitta narsa e'tibor beramiz. Masalan, A harfimizda uni almashtirish yangi kombinatsiya hosil bo'lmagan uchun bu ortiqcha hosil bo'lgan kombinatsiyalarni nima qilishimiz kerak? Hisobdan chiqarishimiz kerak. Aynan shu hisobdan chiqarilishligi pastga qo'yilgan M1, M2 va MK faktorial orqali amalga oshiriladi. Xo'p, ana endi takrorsiz sxemani to'liq ko'rib chiqdik. Endi takroriy sxemani
ko'rib chiqaylik. Endi takroriy sxemani ko'rib chiqamiz. Takroriy. Xo'p, takroriy sxemani ikkiga bo'lib o'rganish bizga ancha qulay bo'ladi. Demak, guruhlash va o'rinlashtirish. Guruhlash va o'rinlashtirish. Xo'p, guruhlash va o'rinlashtirishni boya ko'rib o'tdik. Demak, elementlarning o'rni o'zgarishi, yan kombinatsiya hosil qilmasa, guruhlash degani elementlarning o'rni o'zgarishi, yan kombinatsiya hosil qiladigan bo'lsa, bu nima degan ekan? O'rinlashtirish degani. Xo'p, yan kombinatsiya hosil bo'lsa o'rinlashtirish, hosil bo'lmasa esa guruhlash degani. Xo'p, ana endi formulaga to'xtaladigan bo'lsak, demak, nth elementdan n'tasini takroriy ravishda guruhlash degani. Demak, bu s m plus n minus 1 n. Bunga to'xtaladigan bo'lsak, demak, nth elementdan n'tasini takroriy ravishda o'rinlashtirish degani. Demak, bu m darajasida n bo'lar ekan. Xo'p, endi formulalarni ko'rib oldik. Formulani tushunarli bo'lsa kerak. Bularni isboti va bundan oldin yozgan formulalar isbotini bilan qiziqadigan bo'lsanglar, qo'shimcha boblarimizda bularni albatta har birini isbotlarini keltirib o'tamiz. Shu yerdan qiziqishingiz bo'lsa, albatta ko'rib olishingiz mumkin. Hozircha buni tushuntirishni davom etiraman. Hop, yaxshi misol keltiraylik. Demak, do'konda A, B, C 3 xil meva bor. Demak, 3 xil meva bor. Shu mevadan men bitta o'zim uchun 2 dona meva olyapman. Necha dona olyapman? 2 dona. 2 dona meva olyapman. Xo'p, 2 dona mevani necha xil usulga olishim mumkin degan savol qo'yilyapti. E'tiboringlar, bir o'zimga olayotganim uchun qo'limda turgan mevalarning o'rni o'zgarishi men uchun hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Aynan shuning uchun ham bo'lma bo'ladi, guruhlash bo'ladi va do'konda 3 xil meva bo'lgani uchun A mevadan yetarlicha bor, ya'ni qayta olishning imkoniyatiga egaman. Aynan shuning uchun ham bo'ladi, takroriy sxema bo'ladi. Demak, bu takroriy sxema va bitta o'zimda uni o'zgargani menga qiziq bo'lmagani uchun bu bo'lyapti, guruhlash bo'lyapti. Demak, s 3dan 2 ta takroriy ravishda formaga ko'ra qo'shsak 5, 1 aytsak 4, qorasida 2. Ana endi buni hisoblaymiz. 4 faktorial taqsim 2 faktorial, 2 faktorial barobar qisqartirib yuborsak 3 4, qisqartirib yuborsak 2, demak nechta chiqdi? 6 ta. Demak, men do'kondan 6 xil usulda o'zimga meva tanlash imkoniga ega ekanman. Ana endi keyingi misolga e'tibor qaratamiz. A, B, C do'konda demak 3 xil meva bor. 3 xil meva. 2 dona tanlayapmiz. 2 dona. Lekin bir narsaga e'tibor qaratamiz. Bitta mevani o'zimga, bitta mevani sherigimga olyapman. E'tibor qilinglar. 2 dona meva olyapman. Bunda ham 2 dona meva edi va 2 donani hammasi o'zimga edi. Bunda esa 2 donani bittasi o'zimga, bittasi nima? Sherigimga. Demak, o'zimga va sherigimga. Xo'p. Demak, bittasi menga, bittasi nimaga bo'lyapti? Sherigimga bo'lyapti. Nechta xil usulda amalga oshirish mumkin? Ya'ni savol qo'yilsa, e'tibor qaratamiz. Bu yerda xil bo'lgani uchun bu takroriy va men tanlagan meva bilan sherigimning mevani uni almashtirsak nima bo'ladi bu? Yan kombinatsiya hosil bo'ladi. Aynan shuning uchun ham bo'lar ekan, o'rinlashtirish bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, men A ni sherigim B ni tanlaydigan bo'lsa va men B ni sherigim A ni tanlashi bu boshqa kombinatsiya degani. Aynan shuning uchun nima bo'lyapti bu? O'rinlashtirish bo'lyapti. Formulaga ko'ra, demak, A 3 dan 2 tasini takrorlashda o'rinlashtirish umumiy holati. Demak, 3 2 barobar 9 ta. Demak, men va sherigim do'kondan 2 ta mevani 9 xil usulda tanlash imkoniga ega ekanmiz. Bu holatda esa nechta chiqqandi? 6 ta chiqqandi. Diqqatli bo'lasiz. Demak, xil, tur, nav so'zlari qatnashsa, bu degani o'sha mahsulotdan yoki tovardan yoki elementdan yetarlicha borligini anglatadi. Shu narsalarga e'tibor beramiz. Bu degani takroriy sxemaga tushadi degani. Xo'p, yaxshi. Ana endi bu takroriy va takrorsiz sxema va bularning formulalari bilan bir qatorda bizga kombinatoriya misollar ishlash uchun kerak bo'ladigan asosiy teoremalar bor, ya'ni qo'shish va ko'payish teoremalar. Keling, ularni ham birgalikda ko'rib chiqaylik. Xo'p.
Xo'p, qo'shish va ko'payish teoremalari. Demak, asosiy teoremalardan biri qo'shish va ko'payish teoremalari. Bularni darsligimizda to'laqonli tushuntirgani uchun kelinglar buni faqat mazmunan tushuntirishga harakat qilaman. Demak, ilik 3 ta to'plam, birinchi to'plamda nt, ikkinchi to'plamda mt, uchinchi to'plamda kt element bo'lsin. Xuddi shu yerda shunaqa, bu yerda ham demak nt, mt va kt element bo'lsin. E'tibor qaratamiz. Shu to'plamlardan bittadan element olib turib kombinatsiya hosil qiladigan bo'lsam, bitta joyga e'tibor qaratinglar. Bu to'plamlardan birinchi, ikkinchi va uchinchi to'plamdan hammasidan bir vaqtda bitta element olaman. Bu degani nima degani? Yoki bundan, yoki bundan, yoki bundan bitta element tanlayman. Qaysi bo'lgan ahamiyati yo'q, lekin bir dona element olishim kerak shu 3 ta to'plamdan. Aynan shu tartibda oladigan bo'lsak, umumiy kombinatsiyalar soni bu to'plamning elementlar sonini yig'insiga nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. Aynan shu narsa qo'shish teoremasi deyiladi. E'tibor, yana qaytaraman. Demak, berilgan to'plamlardan bir vaqtda hammasidan bir dona olamiz. Tushundingizmi? Hammasidan nechta olar ekanmiz? Bir dona. Ya'ni har biridan emas, hammasidan umumiy holatda bir dona olishimiz kerak. Xo'p, bundan, xo'p, bundan, xo'p, bundan bo'lsin. Xo'p, shu holatda kombinatsiya hosil qiladigan bo'lsak, bu qo'shish teoremasi degani. Agar bir vaqtda har biridan bittadan oladigan bo'lsak, e'tiboringlar, bir vaqtda har biridan bittadan element tanlaydigan bo'lsak, bu ko'payish teoremasi bo'ladi. Demak, bu hosil bo'lgan umumiy elementlar soni bu to'plam elementlar sonini nimasiga teng bo'lar ekan? Ko'paytmasiga teng bo'lar ekan. Demak, har biridan bir vaqtda oladigan bo'lsak va hammasidan umumiy holatda bir dona oladigan bo'lsak, demak, qo'shish teoremasi. Bir vaqtda hammasidan oladigan bo'lsak nima bo'lar ekan? Ko'payish teoremasi bo'lar ekanda, bu umumiy elementlar soni ko'payish teoremasi ko'paytmasiga, qo'shish teoremasi esa yig'insiga teng bo'lar ekan. Xo'p, mana qo'shish va ko'payish teoremasini umumiy holatda tushunib olgan bo'lsangiz, endi bularga misol keltiraylik. Xo'p, A shahardan B shaharga ikki xil yo'l orqali borish mumkin bo'lsin. Dengiz va quruqlik yo'llari orqali. Dengiz yo'li orqali demak 4 ta, quruqlik yo'li orqali demak 6 ta imkoniyat bor. 6 xil yo'l bor deylik, bunda 4 xil yo'l bor deb yuqori qismda. Xo'p, necha xil usulda borish mumkin? A shahardan B shaharga degan savol qo'yilyapti. Demak, A dan B'ga necha xil? Hop, ko'rinib turibdiki, dengiz yo'li orqali demak 4 ta imkoniyat, quruqlik yo'li orqali esa işte 6 ta imkoniyat. Va men borish uchun A shahardan B shaharga borish uchun albatta bularni ikkitasidan faqat bittasini tanlayman. Yo dengiz orqali bormoqchi bo'lsam 4 ta yo'ldan bittasidan, quruqlik orqali bormoqchi bo'lsam 6 ta yo'ldan aynan bittasidan. Umumiy holatda 10 ta yo'ldan nechtani tanlayman? Bittasini tanlayman. Shu holatda tanlaydigan bo'lsam, e'tiboringlar qaysi sxemaga to'g'ri kelyapti bu? Qo'shishga to'g'ri kelyapti. Qo'shish teoremasiga to'g'ri keladi. Ya'ni, demak, umumiy holatda bitta tanlanayotgani uchun qo'shish teoremasiga ko'ra umumiy imkoniyatlar soni kelib chiqadiki, bundan 4 + 6 barobar nechta? 10 ta. Demak, 10 xil usulda A shahardan B shaharga borib olishim mumkin ekan. Endi misolni murakkablashtiramiz. Savol: A shahardan B shaharga borib qaytib kelish uchun necha xil imkoniyatda borib qaytib kelish mumkin? A shahardan B shaharga necha xil imkoniyatda borib kelish mumkin? Xo'p, e'tibor qaringlar. A shahardan B shaharga borish uchun 10 xil usulimiz bor. Deb bu qaysiga ko'ra chiqqanda? Qo'sh teoremasiga. Endi B dan A ga kelish uchun-chi? Yana necha xil usulim bor? 10 xil usulim bor. Demak, B dan A ga kelish uchun ham yana 10 xil usulimiz bor mana. Ana endi men A shahardan B shaharga borib qaytib kelish uchun avval A dan B ga boraman, keyin B dan A ga boraman. Bundan ham mana 10 ta imkoniyatda aynan bittasini tanlab yeta oladigan bo'lsam, qaytishda ham shu 10 ta imkoniyatda aynan bittasini tanlab olaman, qaytib kelaman. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, bundan ham bitta tanlashga majburman, bundan ham bitta tanlashga majburman bu vaqtda. Bu degani qaysiga to'g'ri kelyapti? E'tibor bersanglar, ko'payish teoremasining sxemasidan bir xil. Demak, ko'payish teoremasiga ko'ra, demak 10 ko'padan 10, demak nechta xil? 100 xil usulda men A shahardan B shaharga borib qaytib kelishim mumkin ekan. Demak, ko'paytirish va qo'sh teoremalarning bir-biridan farqi katta ekan. Bularni tushunib olishimiz kerak yaqqol va yuqoridagi formulalarimizni ham to'liq anglab yetib olishimiz kerak. Ana shunda kommentor to'g'ri misollarni o'ylaymanki to'liqonli ishlay olasizlar va hosil bo'ladigan muammolarni, ya'ni ishlamaydigan muammolaringiz uchun shunchaki ozgina sizlarga praktika kerak bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, ba'zi misollarni ishlashni ko'rib chiqamiz.
Hop, misol. Ushbu raqamlardan nechta 3 xonali son hosil qilish mumkin? Demak, 1, 2, 7, 9 raqamlardan nechta 3 xonali son hosil qilish mumkin? E'tibor qaratadigan bo'lsak, bu 3 xonali sonni hosil qilishimizda 111 ham 3 xonali son bo'lgancha, yana bitta raqamdan qayta foydalanish imkoniga egamiz. Yana foydalanib 3 xonali son hosil qilishimiz mumkin. Aynan shuning uchun ham bu qanaqa sxema bo'ladi? Takroriy sxema bo'ladi. Va e'tibor beramiz, yana 3 xonali sollar tartibi shunaqaki, agar sollarning raqamlarning o'rni o'zgarsa, nima hosil bo'ladi? Yangi son hosil bo'ladi. Aynan shuning uchun ham bu takroriy va o'rinlashtirish. Xo'p, yaxshi. Takroriy o'rinlashtirish formulasini esga oladigan bo'lsak, nt dan nt takrorlashdi degani bu m darajasi nechaga tengda? M ga tengda. Xo'p, yaxshi. Endi formulaga qo'yib ishlaymiz. Demak, jam bizda 4 element 2 tadan olamiz va takrorlashdi. Demak, 4 darajasi 2, 3 ta olamiz, ha? 3 ta olamiz. 4 darajasi 3, demak, nechta bo'ladi bu? 64 ta. Demak, ushbu sonlardan 64 ta 3 xonali son hosil qilishimiz mumkin ekan. Ya'ni ushbu raqamlardan 64 ta 3 xonali nima qilish mumkin ekan? Son hosil qilish mumkin ekan. Keling, shuni parallel ravishda qo'shish va ko'payish teoremasi orqali ishlab ko'raylik. Xo'p, qo'shish va ko'payish teoremasiga tushirish uchun birmuncha ozgina boshqacharoq yondashamiz. Ya'ni boya tushuntirganda sxema bo'yicha to'plam qilib yondashsak bizga qulay bo'ladi. Kelar 3 xonali son bo'lgani uchun 3 ta alohida to'plamga bo'lib olaylik. Endi raqamlar xona birliklari bo'yicha alohida bo'lib olaman. Birlar xonasi, o'nlar va yuzlar xonasi. Xo'p, yuzlar xonasiga ushbu raqam 4 ta raqamdan nechtasini yozishimiz mumkin? 4 ta o'rin har birini yozsak bo'ladi. Xo'p, keyingisi o'nlar xonasiga ushbu 4 ta raqamdan 4 ta o'rin ham yozsak bo'ladi va birlar xonasiga ushbu 4 ta raqamdan 4 tasini ham yozsak bo'ladi. Demak, umumiy holatga e'tibor bersangiz, har biridan keyin bu to'plamlardan bittadan element olib turib, biz 3 xonali sonni nima qilamiz? Hosil qilamiz. Demak, ko'payish teoremasiga ko'ra, demak, 4 ko'paygan 4 barobar 64 ta. Xohlang bu usulda ishlashingiz mumkin. Faqat biz shunchaki har bir usulni o'rganib va qulayligini ko'rish uchun ozgina praktika qilishimiz kerak. Hop, keyingi misol. Xuddi shu misolni shartini o'zgartiraman. 1, 2, 7, 9, demak 4 ta raqamdan 3 xonali raqamlari har xil bo'lgan. Qaytaraman, raqamlar har xil bo'lgan 3 xonali sonlar soni nechta? 4 ta raqamdan raqamlar har xil bo'lgan 3 xonali nechta son hosil qilsa bo'ladi? Savolga tushungan bo'lsangiz, ana endi ishlab ko'ramiz. Raqamlar har xil bo'lgani uchun, o'zi masala shartida aytilyapti, qayta foydalanish imkoniga ega emasmiz. Bu takrorsiz degani va bilamizki, sonda raqamni o'zgarsa yangi son hosil bo'ladi, yangi kombinatsiya degani. Bu degani bu demak takrorsiz o'rinlashtirish degani. Formulasini yozadigan bo'lsak, demak mt dan nt takrorsiz holatda bo'lgani uchun m faktorial taqsim m minus n faktorial. Hop, formuga qo'yadigan bo'lsak, demak 4 ta elementdan 3 tasini tanlab olyapmiz. Demak, bu 4 faktorial taqsim 3 dan 4 ayirsak 1 faktorial barobar 4 faktorialimiz nechaga teng bo'ladi? Xo'p, demak 24 ta. Demak 24 ta 3 xonali son hosil qilish mumkin ekan, raqamlar nima bo'lgan? Har xil bo'lgan. Endi xuddi shu masalani keyingi usulda ishlab ko'raylik. Demak 3 xonali son 3 ta to'plam hosil qilamiz va diqqat qaratamiz. Xo'p, birinchi yuzlar xonasiga shu elementlardan har birini tanlash imkoniga egamiz. Demak 4 ta imkoniyat degan, to'g'rimi? Ana endi o'nlar xonasiga hammasini tanlash imkoniga egamizmi? Yo'q. Sababi bitta qaysidir masalan 9 ni tanlasak, birinchi yuzlar xonasiga, o'nlar xonasiga uni yozishimiz mumkin emas. Shuning uchun nechta imkoniyat qolyapti? O'nlar xonasiga 3 ta yoki 7 tanlanishi mumkin. Shuni ham baribir nechta qolyapti? 3 ta qolyapti. E'tibor bersak, demak bu yerga nechta qoldi? 3 ta qoldi. Ana endi birlar xonasiga esa bu ham bitta qandaydir raqam, bu ham qandaydir bitta raqam tanlaydi. Bunga esa tanlangan qaysidir ikkita raqamni chiqarib tashlasak, o'yindan yana nechta imkoniyat qoladi? 2 ta imkoniyat qoladi. Va bularni har biridan endi bittadan tanlab 3 xonali sonni nima qilamiz? Hosil qilamiz. Bu narsa ko'rinib turibdiki, ko'rinishdan ko'payish teoremasiga tushadi. Demak, 4 ko'paygan 3 ko'paygan 2 barobar necha bo'ladi bu? Yana 24. Demak, 24 ta raqamlar har xil bo'lgan 3 xonali sonlar sonini hosil qilish mumkin ekan, sonlarni hosil qilishimiz mumkin ekan. Xo'p, tushungan bo'lsanglar, demak, kombinator elementlardan birmuncha takrorlab oldik. Xo'p, ko'payish qo'sh teoremalarni ham ko'rib chiqdik. Qandaydir savollar yoki boshqa metod bo'yicha qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, albatta kutib qolaman.
Biz bilan bog'lanish uchun kerakli hamma narsa havolalarni qoldiramiz sizlar uchun. Hammaga rahmat.